Kelinglar bugun sizlar bilan bugungi syomkam uchun birga tayyorlanamiz. Bilaman shu kunlarda nima kiygan, qalinroq kiyinimikan, yuqoroq kiyinimikan deb sizlar ham o'ylanib yuribsizlar. Menda ham shu holat. Nima kiygan deb o'ylanib, oxiri shu dvoykamni kiyishga qaror qildim. Ezazem brendda oldin shu turistskiy dvoykalarimizdan bor edi, lekin hozir bulardan umuman qolmagan. Shu sochlarim bilan men ikki dunyoda chiqisha olmasam kerak. Nimagaki tekis qilib yoyib olib ko'chaga chiqsam jingalak bo'lib ketadi. Jingalak qilib ko'chaga chiqsam tekis bo'lib tushib ketadi jingalak. Mana atirlarimni rosa tez tugab ketishini ham sababi shu videoda ko'rsatilgan. Ha-ya, keyin mendan ko'plar so'raydi. Bugun syomkam bor, ertaga syomkam bor, syomkadaman deb ko'p aytib yurganimga tanishlarim yokida meni endi taniyotgan insonlar qayerda ishlaysiz, aktrisamisiz, kinolarda rol ijro etasizmi deb mendan so'rashadi. Yo'q, unaqa emas. Meni ota-onam 15 yillik tadbirkor. Hozirgi kunda Ezazem ayollar kiyim brendiga asos solishgan. Va men 3 yildan beri shu Ezazem brendini onlayn qismini yurgizaman, ya'ni dastavkalar, Instagram, reklama, roliklar shular bilan shug'ullanaman. Men olgan videolarni Ezazem brend hamda Hafiza Yusufjonovning profillariga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Syomkalarimni tugatib bo'lishim bilan turmush o'rtog'im telefon qilib qoldilar. Agar ishlaringni bitirib bo'lgan bo'lsang, olib ketardim deb. Uyga ketayotganimizda har doim shu kiyim marketga kirib o'tamiz. Har doim xursand bo'laman. Hozir men yaxshi ko'rgan narsalarni menga ko'p qilib olib beradilar deb. Qayoqda, lekin har doim chuchvarani xom sanagan bo'laman.